Hoji aka, qancha keldi endi hozir? Hozirgi ziyoratgohimiz 3-pir Xo'ja Mahmud Anjir Fag'naviy ziyoratgohi. Bu pirlarning 3-lari bo'lardi. Mana bu yerda o'sha qabrlari, haqiqiy qabrlari. Kelib, ko'rib, tomosha qilishlari mumkin. Bu oralari qancha masofada kelyapmiz hozir? Keyin qanaqa aylanish kerak? O'shalarni ham gapirib o'ting. Oralari 9 kilometrligi bor, 15 kilometrligi bor, 35 kilometrligi bor. Hozir bundan chiqqanimizdan keyin boradigan joyimiz 35 kilometrlik. Xorazm yo'lida masofamiz uzoq keyingisi. Birinchisi 9 kilometrlik, ikkinchisi 5 kilometrlik. Bu adashmasam birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lib ketadi yo birdan 7, 8 qilib. Buni ziyoratgohni aylanish tartibi birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi bo'lib, yettinchisi oxirgisi Bahovuddin Naqshbandiy ziyoratgohiga boriladi. Bo'ldi.